Assalomu alaykum, qadrdon meni kuzatuvchilarim. Bugun kuz oyi bo'lganligi uchun sizlar bilan qovoqli dimlama tayyorlaymiz. Buning uchun masalliqlardan 800 gram qo'y go'shti, 300 gram o'simlik moyi. Men bu safar masalliqlarni po'stini archib qo'ygan edim. Mana buning uchun masalliqlar: 1 dona karam, 3 bo'lakcha qovoq, 3 dona sholg'om, 2 dona baklajan, 2 dona sabzi, 1 dona kartoshka va 1 dona katta piyoz kerak bo'ladi. Qani endi boshladik. Bismillahirrohmanirrohim va 30 gram tomat sousi kerak bo'ladi. Qani endi boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Dimlamamizni buxorocha mis qozonga pishiramiz. Avval go'shtimizni qovuramiz. Mana. Avval go'sht yaxshi pishishi kerak. Ana piyozimizni ham qovuryapmiz endi. Sabzi va bulg'or qalampirini ham go'sht bilan birga solamiz. Chunki bular tez pishmaydi. Endi tomat sousimizni ham solamiz. Buxorocha mis qozonimizga qadrdon muxlislarim, go'shtimiz yaxshi qovurilgandan keyin karam, kartoshka va sholg'omni men dimladim. Endi ustidan bir kosa toza suv quyamiz va tuz sepamiz. Mana tuz tabga qarab tuz sepamiz. Endi dorivorlardan ham solamiz. Mana yana dimlaymiz. Keyin oxiriga baklajon va qovoqni solamiz. Qadrdon muxlislarim, mana dimlamamizni karami pishdi. Endi qovoqlarni terib chiqamiz. Mana nimaki qovoq tez pishadi. Mana qovoqlarni terib chiqamiz va baklajonlarni ham terib chiqamiz. Qadrdon muxlislarim, mana baklajon ham tez pishadi. Mana qadrdon muxlislarim, mana dimlamamiz tayyor bo'ldi. Qani endi dasturxonga marhamat. Qadrdon meni muxlislarim.